Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Andijon boshqa bozordan Spark'ga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa akalar, bittadan like bosib podpishka qilamiz akalar. Hop, nechinchi yil ekan bu? 2018-yilmi aka? 19 deb aytilyapti. Yurgani 178 ming, ha? Yurgani 178 ming. Toza ekan akalar. Ikkinchi pozitsiya qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, Mo'lga asfaltda turibdi akalar. Diskalar qo'yilgan ekan. Toza kraskaga qiziqqanlar akalar. Orqa tonirovkalari bor. Ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Chexol poliklar tashalgan. Holatlari yaxshi holatda. Patolog qismlari, yoshgan qismlari ham yaxshi holatda turibdi. Orqadan ko'rinishi. Ma'lumotlar qolib ketayotgan bo'lsa akalar, egasiga telefon qilib, telefon raqamlarini ekranga chiqarib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, har qanday savollar bo'ladigan bo'lsa telefon qilsanglar bo'laveradi. Orqadan ko'rinishlar, gaz ballonlarimiz turibdi akalar. Boshdan ko'rish diskalari bilan turibdi. Tozaga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa akalar. Nech pullar aytyapsiz aka bunga? 6dan nomiga tushib beramiz aka. 6dan ozgina o'tib beriladi ekan. Dokumentda muammo yo'qmi? Yo'q aka. Noto'g'ri qilmaydi. Darsga shu bolani nomiga o'tkazib beramiz. Game bo'lmaydimi? Yo'q, game bo'lmaydi. Nomiga o'tkazib olish sharti bilan ekan, qadrli vatandoshlar. Nech pul deyapsiz aka bu? Nech pul deysiz? 6 mingdan tushib beramiz. 6 mingdan ozgina tushib beramiz. 6 mingdan o'tib beriladi ekan akalar. Nominglarga o'tkazib olasizlar ekan. Telefon raqamlari necha aka? 93lik. 93lik. 102 42 43. 102 42 43 raqamlarga aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar akalar. Sog'ligingizni bersang aka. Navbatdagi oq rangli qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa 2013-yilda ishlab chiqarilgan deb aytilyapti akalar. Kraskasi qanaqa ekan? Ha, 30-40% kraska. 30-40% kraskalar bor. Yurganichi? 296. 296 ming yurgan ekan qadrli vatandoshlar. 30-40% kraskalar bor. Ichki holatlari yaxshi holatda turibdi akalar. Chexollar qilingan patolog holatlari. Avshga yon qismlari ham yaxshi holatda, orqa tonirovkalarimiz bor. Ko'rinishi orqadan. Hop, baland holatlari kalpaklanib turibdi. Shunday kapotni ko'rsatib qo'yaylik-da. Motorlar. Gazlarimiz qo'yilgan. Toshkent motori bu, ha? Toshkent motori. 2013-yil deb aytilyapti. Buni hech pullar aytyapsiz aka? 5000 kami bor. 5000 kami bor ekan. Dokumentda muammo yo'q? Yo'q, xohlasa generalni yozib bera olamiz. Generalni ham chiqaradi ekan, xohlasa o'tkazib olsanglar ham bo'laveradi ekan. Telefon raqamini aytaverasiz? 91. 91lik. 600 600 0607. 0607 raqamlari aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar. Faqat naqd ekan. Sog'ligingizni bersin. Boshqa yo'qmi? Yo'q. Aziz vatandoshlar, Andijon boshqa bozordan navbatda avtomat korobkaga qiziqqanlar 2014-yil deb aytilyapti. Orqadan 2014-yilda motor holatlari yaxshi holatda turibdi akalar. Kraskalar qanaqa ekan aka buni? Kraskasi 30% bor, ichiga o'tmagan. 30% kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Diskalarda balonlar yaxshi holatda. Yurgani qancha ekan? 280 ming yurgan abezi bor. Abezlari ham bor ekan. Mercedes bor, Mercedes fari, Bitta deflektor. ko'rsatib berdim. Ko'rsatavering. Holatlari ham yaxshi holatda turibdi ekan akalar. Chexol poliklar tashalgan. 718 kolonkasi ham muvaffaq. 718 navrotlarigacha ekanda, xudo xolasa. Evakor polik. Evakor poliklarigacha. Yangi 4 mingga tiktirib. Chexollar tikilgan, kolonkalari hamma yo'q bor ekan akalar. Kraskasi 30% deb aytilyapti. Hech pullar aytyapsiz aka? 5800 kami bor. 5800 kami bor ekan akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa telefon raqamlarini. Telefon raqami aytaverasizmi aka? Ha, 91 620 50 50 o'zimniki. 91 620 50 50 raqamlarga aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar akalar. Generalni nimalar bo'ladimi? Yerani ham bo'laveradi, nomiga ham o'tadi. Muammo yo'q ekan dokumentda. Muammosi yo'q ekan. Yo'q, bank ham qilib beradi. Bank ham qilinaveradi ekan, kelishib qolsanglar Bank akalar. qilib bera olmaymiz. Bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa akalar aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar. Aziz vatandoshlar, orqaga qiziqqanlar navbatdagisi 2010-yil deb aytilyapti aka. 2010-yil ekan. 101 ming yurgan kraskasi. Kraskasi bitta qanotda bor. Bitta qanotda kraskasi bor ekan akalar. Motor asfalt qilmaydi, xudo xolasa. Motorlari holatlari bo'ladi akalar. Balon holatlari, diskalari yaxshi holatda, orqa tonirovkalarimizgacha bor ekan. Ichki holatlari Chexol polik tashalgan, yaxshi holatda. Patolog holatlari ham taniq turibdi akalar. Shumkalarigacha bor ekan. Qayerlari bo'lgan shumka? To'ra shumka bo'lgan ekan. Gazlarimiz bor, holatlari yaxshi holatda akalar. 2010-yil Andijon boshqa bozordan qiziqqanlar. Nech pullar aytyapsiz bunga?
5800 kami bor deyapti. 5800 kami bor akalar. Bank varianti gaplashsa bo'ladimi? 4,5 puli borga variantga qilib beramiz. 4,5 ming pullar bo'lsa variantga kelishasizlar akalar. Dokumentda muammo yo'q aka. Muammo yo'q, o'zim bilan olib general deydi. Xo'p bo'ladi. Telefon raqamini aytaverasiz. 99 99 825 825 10 00. 10 raqamlari aloqaga chiqib akalar baraka qilsalar bo'laveradi. Aka sog'dingizni bersin. Mana qo'shib. Bu navbatdagisi akalar nechinchi yil ekan bu? 2016-yil. 2016 yil deb aytiladi. Kraskasi. Kraskasi toza, bitta karnizga o'zim septirib qo'ydim. Bitta karnezga ozgina sepilgan, qolgan joylar toza ekan akalar. Ochiqmi? Motor asfalt qilmaydi xudo xolasa. Motor holatlari yaxshi. To'rtinchi paketning italyanskiy gazlari. 4-paketning italyanskiy gazlari bor ekan. Kraskalarni aytdik. Diskalarda akalar. Saqlarigacha ham bor. Ichlarini bitta ko'rsatib beramiz. Monitorlargacha bor ekan akalar. Holatlari, deflektorlar qo'yilgan, polik, texollar tashalgan. Holatlari yaxshi holatda. Minilsa bo'ldi ekanda aka bu. Bitta shopir kerak deyapti xolos. Qolgani hamma yo'q tiniq holatda. Monitorlargacha akalar. Orqadan ko'rinish shoxlari ham bor ekan qadrli vatandoshlar. Diskalarda turibdi. Buni necha pul deyapmiz aka? Buni necha pul deyapmiz? Buni 6,5 ming kami bor. 6,5 ming kami bor ekan. Buni ham bank variantga gaplashsa bo'ladi. Naqqa bu. Naqqa deb aytilyapti. 4,5 puli borga nasiyaga. 4,5 ga puli bo'lsa nasiyaga beriladigan akalar bunisi ham. Telefon raqamini hozirgina qo'yib beramiz. 99 8. 99 hozirgi raqamni qo'yib qo'yamiz aloqaga chiqib. Qog'ozda 431 to'rtdan 91 431 0000 raqamlarga aloqaga chiqsanglar akalar baraka qilsanglar bo'laveradi bu Sparkda ham. Sog'ingiz bersin. Yana boshqa yo'qmi? Mana mollarni qo'yib oling. Mana oladimi? Bo'ldi. Hozir 39 ming yurgan bu mexanika, bu avtomat. aziz vatandoshlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Gazlari ham oq orqadan qiziqqanlar bo'lsa, gazlari ham bor. 2023-yil dedik aka buni. Yurgani qancha ekan? Kraskasi-chi? toza. Kraskasi toza ekan akalar. 34 ming yurgan. Diskalarda balonlari ham yangi holatda akalar. Peligon balonlarda turibgan holatlar akalar. Hop, poliklar tashalgan. Yaxshi holatda turibgan akalar. Ichki holatlari. Yangisiga qiziqqanlar sifatida akalar. Tonirovkalarimiz shoxlarigacha bor ekan. Holatlari yaxshi holatda. Orqadan ko'rinish akalar. Andijon Moshton bozoridan Sparkga qiziqqanlar bo'lsa akalar, like bosib qo'yamiz akalar. Kanalimizni kuzatib, kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa kommentariyaga yozib qoldi. Necha pul narx aytyapsiz aka bunga? 9200. 9200 kami bormi? Ha? Kami ham bor. Bank variant qilsa bo'ladimi? Bank yo'q, variant. Dokument, muammo yo'q dokumentda. Notariusda pul so'raveradi. Bo'ldi, notariusda pul so'raveradi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Muammo bor. telefon raqam nechi qo'yib beraylik aka bunga? Ha? Telefon raqam 88lik. 88lik 507 507 0004. 0004 raqamlarga aloqaga chiqib akalar baraka qilsanglar bo'laveradi. Navbatdagisi avtomat korobka ekan bunisi. Yili nechi ekan aka buni? 23. 23-yil avtomat korobkaga qiziqqanlar aziz vatandoshlar. Kraskalari-chi? Top toza kraskalari, balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Orqa tonirovka shoxlari ham bor. Avtomat korobka akalar, mana tozasiga qiziqqanlar bo'lsa, Andijon Moshton bozoridan ichki ko'rinishlari yaxshi holatda turibdi akalar. Fotolay holatlari akalar. Qo'lak tashalgan chexol qilinsa bo'ldi. Ashku yon qismlari ham yaxshi holatda turibdi. Kimga qiziq bo'lsa akalar, egalariga telefon qilib, baraka qilsanglar bo'ladi. Orqadan ko'rinishlar akalar. Diskalarda turibdi ekan. Kraskasi toza. Buni necha pul deyapsiz aka? 10200. 10200. Kami bormi? Tushib beramizmi? Ha, tushib beramiz hammasini. Hammasini tushib beramiz. 23 ha. Dokumentlar keyin qilsa bo'ladimi? Generalni qilsanglar ham bo'laveradi. Muammo yo'q deyapti. Telefon raqam qaysini qo'yib olasiz? Hozirgi raqamga aloqaga chiqasiz. 507 0004. Bo'ldi, shu raqamga aloqaga chiqib olasizlar. Bilamsizlarmi? 20. Avtomat korobka 2020-yil toza ekan akalar sizlarga. Mana yana tozasiga mokriy asfaltga qiziqqanlar bo'lsa akalar. Balon holatlari diskalarda, avio diskalar turibgan. Balon holati yaxshi. Tonirovka shoxlarigacha bor. Avtomat korobka, mokriy asfaltga qiziqqanlar bo'lsa, Andijon Moshton bozoridan ichki holatlari monitorlarigacha bor ekan, deflektorlar qo'yilgan akalar. Minilsa bo'ldi akalar. Chexollari ham chiroyli holatda turibdi. Ashqayon qismlari.
Orqadan ko'rinish akalar. Stoplarigacha almashgan, pavolotlargacha bor deb aytiladi-yu. Yaxshi holatda ekan, orqada zatni kameralari ham qo'yilgan edi. 4-paketli propanlar. Propan gazlari ham bor ekan. Navrot hamma yo'q mavjud ekan akalar. Kimga qiziq bo'lsa 4-paketli propan gazlari bilan turibdi. Bu narxi nechi pul aka? 8200. 8200 kami bor buni ham. Naqqa bu ham. Naqqa deb aytilyapti, 8200 kami bor ekan akalar. Egalariga telefon qilib aloqaga chiqib baraka qilsa. Hozirgi raqam qo'yilaveradi bunga ham. 88 507 0006. 0006 raqamga aloqaga chiqib baraka qilaverasizlar. Navbatdagi sakalar stalnoy rangda qiziqqanlar bo'lsa, saka diskalari bilan turibdi, chiroyli holatda. Yili necha aka buni? 19 18. 19 ekan akalar, yillari. Kraskasi-chi? Petnos bor, mashincha o karniz hozir. Ozgina karnizda mashincha petnosi bor deb aytilyapti. Saka diskalari bilan balon holatlari yaxshi holatda turibdi ekan. Gazlari bor. Gazlarimiz ham bor ekan. Salon holatlari yaxshi holatda, rullar almashtirilgan, bitta chexol qilinsa bo'ldi. Polik tashalgan. Oshki yon qismlari ham qirilmagan, sizmagan, yaxshi holatda ekan. Mana sizlarga akalar, saka diskalari bilan holatlari yaxshi holatda. Stalnoy ranglarni jamoashdan bozordan qiziqqanlar bo'lsa, shoxlarimizgacha bor ekan. Bu gazimiz ham bor edi aka bunda, gaz a? Gazlari ham bor ekan. Narxini nechi pul deyapmiz buni? 6600. 6600. Kami bor aka? Kami bor. Dokumenti muammo yo'qmi bunda? Nima desa bo'ladi? Bo'ldi. Generalniy rejissimi qanaqa bo'ladigan bo'lsa, dokumenti muammo yo'q ekan. Hozirgi 04 nechiga ham aloqaga chiqarsin ana shu raqam. 88lik 015 77 44 raqamlarga aloqaga chiqib yana bitta raqam. 88 507 507 0006. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqib baraka berasizlar. Orqadan qiziqqanlar bo'lsa akalar, mana 2022-yil kraska Petnos bor. yurganichi? 58 ming yurgan, ozgina petnosi bor deb aytilyapti. Holatlari yaxshi holatda. Xo'p, ta'minotga shoxlari bor ekan akalar. Holatlari yaxshi holatda. Patologiya holatlari. Polik chexol qilinsa bo'ldi ekan, poliklar tashalgan yaxshi holatda ekan. Ozgina kraskasi bor deb aytdi. Orqadan ko'rinish. Andijon Moshina bozoridan akalar sparklarni olib boryapmiz. Qaysi biri yoqqan bo'lsa, egasiga telefon qilib baraka qilaverasizlar. Narxlarni biz qo'ymaymiz albatta, xolis. O'zi egalarini olib shu narx qo'ygan bo'lsa, shuni yorib beramiz. Egalariga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Buni nechi pul deyapsiz aka? 8,5. 8,5 ming kami bor-a? Kami bor 8,5 ming deb aytilyapti akalar. Dokumenti bunda ham muammo yo'q-a? Dokumenti muammo yo'q ekan. Telefon raqami hozirgini qo'yasiz. 88lik 507 0006. 507 0006 raqamlarga aloqaga chiqib akalar baraka qilaverasizlar. Bormi? Manami? 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Holatlari ham yaxshi holatda. Ko'rinishi akalar. Balon holatlari ham yaxshi holatda akalar. Ta'mirlovchalari ham bor ekan. 30% tortilgan. Holatlari akalar. Chexol polik tashalgan. Ikkinchi pozitsiya ekan. Orqa ko'rinishlari. Buni kraskasi qanaqa edi? Ozgina sapochoyda ozgina petnosi bor ekan akalar. Qolgan joyi toza deb aytilyapti. Yurgani necha yil aka buni? 141 ming yurgan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa akalar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan 141 ming yurgan ekan. Telefon raqamlarini shuni qo'yib beramiz. Bu nechi pul deyapmiz buni o'zi? Buni aka 5300. 5300 kami bor buni ham, ozgina kami bor ekan akalar. 5300 ga qiziqqanlar bo'lsa, 2013-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Ozgina petnosi bor deb aytildi, sapochoyda
Qolgan joyi toza ekan akalar. Gaz ballonlarimiz ham bor buni. Bor, pakelayni propan. Propan gazlari bilan bor ekan akalar. Telefon raqamini aytavering aka. 88 88lik 507 0004. 507 0004 raqamlariga aloqa qilib baraka qilaverasizlar. Davom aziz vatandoshlar, navbatdagi avtomat korobka ekan bu. Avtomat korobka. 2017-yil. Pravi 214 ming yurgan ekan. Avtomat korobka kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Andijon bo'lsa. Gazlarigacha bor ekan akalar. Kraskalari qanaqa deydi? Kapot bilan qanotda bor. Kapot bilan qanotda bor deb aytilyapti akalar. Hozir motorlarimiz rasxod qilmaydi, xudo xolasa. Motor holatlar. Habezlargacha bor ekan akalar. Baland holatlari ham diskalari yaxshi holatda turibdi. Hamma shoxlari ham bor ekan akalar. Ichidan ko'rinishi avtomatga qiziqqanlar aziz vatandoshlar, avtomatga olib kelmasizlarga. Holatlari, yopishgan qismlari ham yaxshi holatda akalar. Orqadan ko'rinishlari. Psixol polilari ham tashlab qo'yilgan patologlar ham yaxshi holatda. Orqadan ko'rinishlari vatandoshlar. Balonlarimiz ham diskalarda yaxshi holatda turibdi. Buni nechi pul deyapsiz aka? 7000 kami. Bundan 7000 kami bor deb aytilyapti. Bank variant Nasiyaga. Nasiyaga. 4,5 ming bo'lsa buni ham bitib ketaveradimi? Buni ham 4,5 ming bo'lsa akalar, qolganini Nasiya savdoga gaplasanglar bo'laveradigan. Telefon raqami 93lik 705 705 55 50. 5550 raqamlarga aloqaga chiqib akalar baraka qilaverasizlar. Buni ham qo'shib bering. Buni ham qo'yib. Navbatdagi akalar 2015-yil ishlab chiqarilgan, probega 204 ming yurgan ekan. Kraskasi toza deb aytilgan, metan gazlari bor ekan. Holatlar akalar. Yaxshi holatda turibdi. 100 ming yurgan. Baland holatlari kalpaydi, yaxshi holatda turibdi. Tonirovka shoxlari bor. Ichki holatlari. Ichki holatlari ham yaxshi holatda, patologlar ham joyi turibdi. Chexol poliklar taqalgan. Orqadan ko'rinish shakli. Kraskasi toza deb aytilyapti akalar, orqadan ko'rinishlari. Kimga qiziq bo'lsa akalar, telefon raqamiga aloqaga chiqib, ekranga chiqarib qo'yamiz, egalariga telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi. Buni narxi nechi pul aka? 5800 kami. 5800 kami bor ekan. Bu ham bank variantga bo'ladimi? Banki bo'lmaydi. Nasiyaga beriladi. Hech qaysi bankka bo'lmaydi, Nasiyaga berilaveradi deb aytdi. Telefon raqam qo'yib bering mana. 99lik 521 0007 raqamlariga aloqaga chiqib baraka qilsanglar bo'laveradi. Bunisi kimdan aka? Amakimniki. Buni ham beraveradi. Qo'shib bering. Ayat aka qo'yib qo'ysin buni. Ayat aka qo'yib qo'ysin bu. Navbatdagi akalar 2014-yil ishlab chiqargan ikkinchi pozitsiya mexanik ekan. Hozir o'tamiz aka bu. Mana kraskasi, hop. Kiloda, bitta kiloda bor ekan akalar. Yurgani. Bu qancha yurgan ekan aka bu? 300 ming yurgan ekan qadrli vatandoshlar. Diskalarda yaxshi holatda turibgan, ta'mirlovkalar qilingan. Ichki holatlari chexol polik tashalgan, yaxshi holatda akalar. Ashka ham qismlari. Orqadan ko'rinish. Kraskasi qayerlarda bor? Ikkita eshigida. Ikkita eshikda betni bor deb aytilyapti. Narxi nechi pul deyapti? 5800 kami. 5800 kami. Bank variant bo'ladimi? Yo'q, naqd pulga. Naqd pulga deb aytilyapti. Telefon raqamlarini qo'yib beramiz. 91lik 495 23 26 raqamlariga aloqa qilib akalar baraka qilsanglar bo'laveradi.